Bangladeshdagi davlatdiya ilgari ham yashirin islohotxona, ya'ni fohishaxonalardan biri bo'lgan. Bu yerlarda shariat qonunlari hukm surishi sababli buzuqlikka moyil bandalar yashirincha o'zining harom amallarini davom ettirgan. Afsuski, bora-bora shaharcha to'liq fohishaxonalar makoniga aylandi. Endi bu yerda xonadon yo'qki, fohishalikka moyil bo'lmasa. Achinarlisi, shahardagi qizchalar 10-11 yoshga yetgach, istaydimi, yo'qmi, ota-onasi, yaqinlari tarafidan albatta fohishaga aylantiriladi. Aniqrog'i, qo'shmachilarga pul evaziga qizni sotadi. Shaharda hisoblab chiqadigan bo'lsa, hozir 2000 dan ziyod fohisha mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Erkak mijozlar nafsini qondirish ilinjida shaharchaning shundoq biqinidan o'tgan temir yo'l bo'ylab poyezdlarda kelishadi. Bundan tashqari, uzoq masofaga yuk tashuvchi avtomobillarning haydovchilari ham davlatdiyada albatta to'xtab o'tadi. Shaharcha ayollarning gapiga qaraganda, bu naqs botqog'iga aylangan makonda 1000 nafardan ko'proq bola ulg'ayib kelmoqda. Ular orasida qizlar ko'p. 10 yoshga yetib yetmay ularni qo'shmachilar olib ketishadi. Qo'shmachilar do'mboq qizlarni juda xaridorgir bo'lishlarini gapirasharkan, shuning uchun qorin to'ydirish, qolgan bolalarni boqish niyatida yelib yuguruvchi ayollar qizlarini semirtirishga urinishadi. Mahalliy bolalarni himoya qilish tashkilotidagilar ko'pchilik qizlarni alohida ajratib olib o'qitmoqda. To'g'ri, tarbiya olishlari uchun jonbozlik qilishmoqda, lekin bu maktabga hamma ota-ona ham bolasini beravermas ekan. Ular shaharchaning urf-odatiga aylangan fohishalikni ma'qul ko'rishar ekan. Chunki shu yo'l bilan qizlari oilaga jaraq-jaraq pul olib kelarkan, mutaxassislarni, dunyodagi mutasaddi tashkilotlarni o'sha go'daklarning kelajagi tashvishga soladi. Ammo shaharcha ahlini bu yo'ldan qaytarish hozirga kelib juda mushkul. Darvoqe, shu yil davlatdiya fohishalar makoni koronavirus keng tarqalishi tufayli yopib tashlanibdi. Shaharchadagi jami fohishaxonalar, bordellar faoliyati to'xtabdi. Endi naqsga botgan fohishalar ochlikdan, qashshoqlikdan azoblana boshlagan. Ular tezroq karantinlar tugashini kutishmoqda, ya'ni yana o'zlarining iflos amallarini ado etib, qorin to'ydirish, harom xarj aralash tug'ilgan bolalarni yana harom xarj bilan boqishga umid bog'lashmoqda.